Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun marafonimizning 3-kun masala va test tahlilini ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Urot kaptar, diploid to'plam 80, topsomaning 16 jufti gamma-zigoda holatda. Demak, 16 jufti bo'lsa, ya'ni 32 tasi gamma-zigoda holatda ekan, qolgan 46 tasi heterozigoda holatda bo'ladi. Yana ikkita jinsiy xromosoma ham bo'ladi. Savolda aytyapti, urotsi kaptarda bilamizki, urotsi kaptar bu heterogametlar, ya'ni X, Y bo'lishi kerak. Necha xil DNK va necha xil xromosoma bo'ladi? Buni oldingi, demak, birinchi kun masalada ham ko'rib o'tganmiz. Gamma zigota uchun n to'plamga teng bo'ladi. Misol tariqasida 32 ta gamma zigota bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 16 xil DNK bo'ladi. 16 xil DNK. Heterozigotalar soni bilan DNK xili teng bo'ladi. Demak, 46 ta heterozigota bo'lsa, 46 xil DNK bo'ladi va jami hisobda bu yerda 62 ta bo'lyapti. X va Y ular ham 2 xil bo'ladi. Demak, 64 xil DNK bo'lar ekan. Endi xromosoma xiliga keladigan bo'lsak, bu yerdagi, ya'ni 80 ta xromosoma bo'ladigan bo'lsa, bu 40 juft degani, to'g'rimi? Buni 40 juft degani bularni xromosoma xilini so'ragani uchun, ya'ni heterozigota genotip bo'lganligi uchun X, Y bunga bitta qo'shib olinadi. Bir xil bu yerda xromosoma xili bo'lar ekan. Ya'ni 40 ta birikish guruhi va X, Y, ya'ni bu yerda bittaga farq bor. Jami hisobda 41 xil DNK bo'lar ekan. Yoki buni yozib chiqsa ham bo'ladi. Misol tariqasida 80 ta xromosom bo'ladigan bo'lsa, 80 ta xromosom bo'lsa, hozir aytdik, bu 40 jufti, to'g'rimi? Buni 39 jufti, 39 jufti, ya'ni 39 xil bo'ladi xromosomasi plus X, Y, ya'ni 2 xil qo'shiladi. Jami hisobda 41 xil DNK bo'lar ekan. Yoki hozirgi usulda demak, haploid to'plamga bittani qo'shish orqali ham xromosoma xilini topsak bo'lar ekan. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Demak, gorilla avogenezida reduksion bo'linishning anafaza bosqichida mutatsiyaga uchradi. Ya'ni 48 ta xromosoma 24 dan bo'linishi kerak edi, lekin ikkita joyda 8 va 12 gammalar xromosom mutatsiya bo'lgan. Natijada 24 emas, ikkitasi chapdan o'ngga o'tadigan bo'lsa, 26 ga 22 ta bo'lib qolgan. Endi mana shu tuxum hujayra, ya'ni 26 xromosomaga ega bo'lgan tuxum hujayra normal spermatozoid, ya'ni haploid to'plam bunda 24 bo'ladi, to'g'rimi? 24 bilan qo'shilsa 50 xromosomaga ega bo'lgan zigota olinadi. Demak, zigodan xromosoma so'ralgan, biz 50 degan javobni belgilasak bo'ladi. Keyingisi, 3-chi masalaga qaraymiz. Kapalakda tananing rangli bo'lishi rangsizligi ustidan, o'simtali bo'lishi o'simtasiz bo'lishi ustidan dominantlik qilar ekan. Heterozigota urug'chi kapalak dominant genlar faqat otasini oldi. Shu sababdan bitta xromosomaga yozamiz. Va dominant xromosom otasini oldi. Tanasi rangli, qanotlarda o'simtalari bo'lmagan erkak. Rangli bo'lsa alar katta, bular kichik bo'lishi kerak bu yerda. Mana shuni chatishtiradigan bo'lsak, bu yerda Krassingur bo'lganligi hisobiga urug'chidan 4 ta, erkakdan bittasi hosil bo'ladi. Krassingur 6% bo'lsa, nakrassingurlar 94%. Bu yerda masalamiz oxirida aytyapti. Avlodning nechtasi tanasi rangli, qanotida o'simtalari bo'lgan nakrassingur bo'ladi. Ya'ni A va B'lar katta, nakrassingur bo'lishi kerak. Demak, bu 47% ekan. 800 ta avlod ichida 47%, 376 bo'lar ekan. Keyingisi 4-chi masalaga qaraymiz. 4-chi masalaga odamlarda jingalak soch, silliq soch ustidan dominantlik qiladi. Demak, odamlarda jingalak soch, silliq soch ustidan dominantlik qiladi. Heterozigota bo'lsa to'lqinsimon ekan. Sepkillarning bo'lishi sepkilsizlik ustidan, gemofiliya bo'yicha sog' bo'lsa bu dominant, kasal bo'lsa ressessiv bo'ladi. Masalamiz shartlar beryapti. Barcha belgilari bo'yicha, demak, barcha belgilari bo'yicha heterozigotali ayol, ya'ni A, B, H genlar heterozigota, silliq sochli, sepkilsiz, sog'lom erkakka turmushga chiqqan. Natijada bulardan tug'ilgan farzandlar orasidan, ya'ni o'g'il bolalar orasidan gemofiliya bo'yicha sog'lom, silliq sochlar kerak. Demak, biz nisbat usulidan ketamiz. Ya'ni har bir allelni o'zaro chatishtiramiz. A va B, H allellarini yozib oldik. Bizga silliq soch kerak. Bu 1/2 bo'lyapti. B genlarning ahamiyati yo'q. 2/2.
va o'g'il boladan sog'lom kerak. 1/4 jami hisobda bu yerda 12,5% chiqar ekan. Oxirgi, tak, 5-masalamiz. Odamlarda A va B genlari bitta avtosoma xromosomada joylashgan bo'lib, ikki xil kasallikni yuzaga chiqaradi. Demak, katta bo'lsa birinchi tur, katta bu bo'lsa ikkinchi tur. Ressessiv allellari sog'lom bo'ladi ekan. Demak, ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo'lib, unga bu genlar hammasi otadan o'tgan ekan. Demak, ikkinchi allel tabiiyki ressessiv bo'ladi. Erkak ikki belgi bo'yicha sog'lom, ya'ni ressessiv bo'ladi. Crossingover bu yerda 3% bo'lgan. Crossingover qiladigan bo'lsak, 4 ta gamet olinadi. Crossingoverga uchraganlar 3%, non crossingoverlar bu yerda 97% bo'lyapti. Masalamizda B geni bo'yicha kasal farzandlar kerak. Mana bu joyda B geni bor va bu joyda ham bor ekan. Jami hisobda 50% bo'ladi. 6-masalamizda otasi daltonizm bo'yicha sog'lom, onasi daltonizm bo'yicha kasal erkak deyapti. Buni genni oladigan bo'lsak, kichik gen bitta, kattada 0 ta bo'lyapti. Lekin savolda mitozning metafaza bosqichi so'ralgan. Mitozning metafazasida DNK 2 hissa oshgan bo'ladi. Shu sababdan biz genlarni ham 2 hissa oshiramiz. Kichikda allellari bu yerda 2 ta, kattada allellari bu yerda, demak 0 bo'lar ekan. Mana shu 6-masalamizga javob. Keyingisi, demak, kun testini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, xromosomaning shaklini belgilovchi struktur aniqlang. Albatta, bu sentromerlar, buni barchamiz bilamiz. 2. Maltozaning saxarozadan farq qiluvchi xususiyatini ko'rsating deyapti. Bilamizki, ikkalasi ham disaxarid, glikozid bog'i bor va gidrofil birikma. Shu sababdan 1 va 3 ni chiqarib oladigan bo'lsak, bu yerda A javob bo'lar ekan. 3-chi savolga qaraymiz. Biologik jarayon va hodisalar o'rganadigan fan bilan juftlang deyapti. Mitoxondriya, demak, organoidni sitologiya fani, qazilma holdagi organizmdan paleontologiya fani o'rganadi. 4-savolimiz. Xromosoma tarkibidagi genlar izchilligi berilgan. Bunga mos biz gomologik genlarni topishimiz kerak. Demak, bularni solishtirib chiqishimiz kerak. Misol tariqasida oxiridagi 3 ta gen NOP bularda xato ketma-ketlik berilgan. Demak, to'g'ri javob bu yerda A variant bo'lar ekan. Keyingisi S qismiga qaraymiz. Fragmentatsiya usulida ko'payuvchi organizmni aniqlang. Bilamizki, zirhlilarda polembrioniya, askizan burug'ida kurtaklanish, xlomidonada spora ham bo'lishi mumkin. Va bu yerda o'simliklardan fragmentatsiya faqat spirogirada bo'lar edi. Demak, 5-savolga biz S javobini belgilasak bo'ladi. Demak, 3-kun masala va testiga ham yechim qildik. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa, albatta biolog o'rtog'ingizga ulashing. Hammaga rahmat.